Yetkazib beruvchida mahsulotlar narxi oshdi va siz o'z muassasangizda sotilayotgan tovarlar hamda taomlar narxini o'zgartirmoqchisiz. Buning uchun narxlarni o'zgartirish buyrug'i instrumentidan foydalanamiz. Buning uchun price list bo'limiga o'tamiz. Eng birinchi bo'lim price listni o'zgartirish buyrug'ini ochamiz va yangi buyruq yaratamiz. Jadval ko'rinishida narxini o'zgartirmoqchi bo'lgan barcha tovar va taomlarni kiritamiz. Price listlarni tezroq to'ldirish uchun siz buyruq shablonlaridan foydalanishingiz mumkin. Buning uchun price listni buyruq shablonlari bo'limiga o'tamiz. Yangi shablon yaratamiz va amallar orqali kategoriya bo'yicha to'ldirish yoki guruh bo'yicha to'ldirishni tanlaymiz. Guruhlar bu nomenklaturdagi papkalar. Masalan, salatlar papkasi. Shablonga nom beramiz va saqlaymiz. Keyin buyruq shablonlari ro'yxatidan keraklisini tanlab, kontekst menyu orqali uning asosida yangi buyruq yaratamiz. Misol sifatida bitta taomni ko'rib chiqamiz. Bu palov bo'ladi. Palov narxini o'zgartirishdan oldin ushbu taom uchun buyruq doirasida narxni o'zgartirishga ruxsat berishimiz kerak. Narxni o'zgartirishga ruxsat berish uchun asosiy trigger bu price listga qo'shish. Agar siz kam sonli taomlar bilan ishlasangiz, price listni yoqish yoki o'chirish checkbox orqali boshqarishingiz mumkin. Agar siz taomni buyruqqa qo'shib, lekin price listga qo'shishni yoqmasangiz, bu taom sotilmaydi. Ya'ni u savdodan olib tashlangan hisoblanadi. Price listga qo'shgandan so'ng narxni o'zgartirish mumkin. Narx qo'lda o'zgartirilishi mumkin yoki ustama natsenka orqali hisoblanishi mumkin. Narxni ustama orqali o'zgartirish uchun amallar ustama bo'yicha hisoblash funksiyasidan foydalanamiz. Bu yerda bir nechta variantlar mavjud. Joriy chekana narxdan, joriy tannarxdan kelib chiqib, ustama yoki belgilangan foiz orqali sotuv narxini o'zgartirish. Agar kartochkadagi ustamani ishlatmoqchi bo'lsak, avval uni sozlashimiz kerak. Buning uchun palov kartochkasini ochamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'limiga o'tamiz. Ustama bo'limida 300% deb belgilaymiz. Agar palovning tan narxi 100 so'm bo'lsa, 300% ustama bilan uning narxi 400 so'm bo'lishi kerak. Ustama va tan narx asosida tavsiya etilgan narx shakllanadi. Bu taom sozlamalaridagi tan narxga tayangan holda hisoblanadi. Muhim jihat: vaqtinchalik va shoshilinch buyruqlarning ishlash logikasi. Masalan, agar buyruq 10:00 dan 12:00 gacha amal qilsa, soat 12:00 dan keyin palov yoki menyudan olib tashlanadi yoki boshqa narxda sotilishi kerak bo'ladi. Agar uni boshqa narxda sotmoqchi bo'lsak, vaqt cheklovsiz bazaviy buyruq yaratishimiz kerak. Shuningdek, vaqt bo'yicha buyruqlarni kassada faqat ma'lum vaqtda paydo bo'lishi kerak bo'lgan taomlar uchun ham ishlatish mumkin. Masalan, alkogol mahsulotlari. Misol uchun, margaritani qo'shamiz. Price listga yoqamiz va jadval belgilaymiz. Masalan, 9:00 dan 11:00 gacha. Bu shuni anglatadiki, margarita faqat shu vaqt oralig'ida kassada ko'rinadi va xodimlar alkogolni faqat 9:00 dan 11:00 gacha sota oladi.